Biz hozir Jahon bozoridamiz. Mebel bozorda. Biz hali beri to'g'risi ko'chib ketganimiz yo'q. Hop, mana biz mayda ishimiz bor. Rossiyskiy laminatdan mana ko'ringlar. Bu ishimiz 4 metriga 250. Rossiyskiy laminatdan yasalgan. Mana bu yerda 3 metrlik ishimiz bor. Bu işimiz akril, orqasi kafel. İşimiz ko'ringlar. Gaz balonga ham joylari bor. Akrildan bu işimiz. Bu işimizni kvadrat metrini 2.500.000 so'mdan dastlabki uстановкасini ichida qilib beramiz. Xo'p, mana bu yerda 3 etajli ishimiz bor. Bunimiz rossiyskiy laminat, kargo posonlik, high-tech poson. Bu işimizni kvadrat metrini 2.400.000 so'mdan dastlabki uстановкасы hamda 4 ta bonuslari ichida qilib beramiz. Xudo xohlasa, kimdir qiziqtirsa, tepadagi nomerga telefon qilsanglar, shu Telegram grupamizda tepasini bossanglar, nomerimiz chiqadi. Hop, mana bu yerda ham bitta ishimiz bor. Xudo xohlasa, bu ishimiz ham 4 metriga 250. Bu işimiz Turetskiy akrildan sanashitsasi qalinligi 4 likda, onligi 100%, mana vakuum. Xudo xohlasa, kimdir qiziqtirsa, shu ishimizdan zakazga inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Dastlabki uстановкасы ichida har doimgidek 4 ta bonus ichida bo'ladi albatta. Xo'p, bu ishimiz 240 razmer, akril, orqasi granit, tepasi sanashits rossiyskiy, 100% foxkironka. 240 razmerda mana shu ishimizni 3,5 million so'mga sotamiz, xudo xohlasa. Mana bu yerda kiralishni indexli ishimiz bor. Bu ishimizni 5 metriga 240. Bu ishimizni 1,5 mingga kami bor sotamiz. Lekin zakazga kimdir qiziqtirsa, telefon qila olasizlar, xudo xohlasa murojaat qila olasizlar, inshaalloh chiroyli qilib yasab beramiz.